Assalomu alaykum, xayrli kun qizlar. Faberlik Drive'da bu katalogga условияsi chiqdi. Eslatib o'taman, hozir bizda 3-katalog ketyapti. 2 haftalik katalog 16 fevralda boshlandi, 1-martgacha. Demak, qo'shimcha drive, ya'ni ochko olish uchun mana событие degan joyga kirsangiz, условияlar yozilyapti. 100 drive beramiz deyapti. И плюс гель для мытья посуды в подарок, agar siz mana statsionarni blender olsangiz. Undan tashqari Purtujurda 45% skidka bilan duxisini beryapti to'ka VIP konsultantlarga. И plus mana koralloviy kalsiy olsangiz 20 drive beradi kompaniya. Undan tashqari bizda hozir novinka bo'lib chiqqan Hyaluronic Makeup seriyasidan tonalka и BB krem. И mayta balzam для губ ikkovini olsangiz. Novinka atir chiqdi Poli, buni ham olsangiz 30 drive beradi. Undan tashqari bizda novinka manetta 100 Dimer seriyasidan intim geli bor buni. Gel для dushasi и ручной mıylalar bor. Mana shu produksiyalardan 4 ta olsangiz 30 drive beradi qizlar. Buni условияsi demak 1-martgacha bajarish kerak. Agar qo'shimcha drive olaman desangiz, o'zingizni lichni balingizga ham drive beradi. Eslatib o'taman. И plus yana eslatib qo'y, bu produksiyalarda olganingizdan keyin обязательно 1-martgacha to'lashingiz kerak. Agar zakazda qilib bu to'lamasangiz, siz qo'shimcha drive, ya'ni ochko ola olmaysiz.